Mana bizlar qizlar, bizda ko'kragimiz bor, ko'kragimizda sasugimiz bor, sasug. O'zbekchada bilmayman nima deyiladi. Erkaklarda ham ko'kragi bor, sasugi bor. Bizning ko'kragimiz, sasugimiz tabiatda yaratilgan. Chaqaloqni boqish uchun, bolani boqish uchun, ba'zida erkaklarni ovutish uchun yaratilgan. Вот sizlarni sasuginglar va ko'kraginglar nima uchun berilgan? Tabiatda nimadir foydasi tegishi kerak o'sha narsani. Masalan, burnimizni teshigi nafas olish uchun, ko'chimiz teshigi chiqish uchun-da. Sizlarni ko'kraginglar nima uchun yaratilgan? Sasug sizlarga nima uchun berilgan? Balkim sizlar ham ayoldirsizlar. Bulbuli bor faqat. Agar shu ko'kraklarim sut berganda, dunyoda bironta erkak ona sutiga zor o'tmasdi. Dilozorim, azor, dilozorim. Idealniy seks 40 minutdan 2 soatgacha davom etishi kerak. Bu shillaqurtlarda. Odamlarda esa 2 minutdan 4 minutgacha chidab bersiz bo'ldi. Erkak kishining erkak kishidan ajratilgan tana a'zosi bu bulbuli biri-biridan farq qiladi. Birini qalpog'i bor, birini boshi ko'rinib turadi. Biri to'g'ri, biri qashiq. Yigitingiz bilan quchoqlashib turganingizda bexosdan uni cho'ntagida butulka borligini sezib qolsangiz, o'sha yigitga erga teging. O'sha yigit sizni baxtli qila oladi. Cho'ntagida butulkasi sezilmaydigan yigitlardan Xudo asrasin. To'g'ri, seni bulbuling kichkina, lekin seni bir hunaring bor. Tilingni ishlata bilish, jonim. Seksologlarning aytishi bo'yicha, barmoqlari uzun va qalin erkaklarni 21-barmog'i ham katta bo'lar ekan. Shu gap rostmi, erkaklar? Iltimos, dirachit qilmang, dirachit qilish sog'liq uchun zarar. Biz ham bilamiz, dirachit qilish sog'liq uchun zararligini. Lekin boshingizga kulfat tushsa, qayerga borasiz? Dirachit qilmang, ha? Qo'shnim rosa xotin Nuradi. Eshityapsizlarmi? Milisa chaqirsammikin, bechora. 2 soatdan beri ay deb yotdi. Qanaqa qilib qo'ling boradi, ojizani urish. Qulog'ingizni teshigiga 3-4 yil zirak taqmasangiz bitib qoladi-ku. Значит, teshigimga 3-4 yil hech narsa tiqmasam, selka hisoblanamanmi? Ba'zi bir bola yomon maqtanchoq. 20 maniki deydi, 20. Bu aka 20 bilan hech qaysi qiz sizni mehmonga qo'ymaydi o'zinikiga. Bu kesish kerak ozgina yarmini. Kecha bitta yigitni gulni mashinamda aylantirib kelgandim, tursigini kiyishi esdan chiqib qopti. Etmasam ham bo'lardi, lekin ichimda nola. Tasavvur qiling, qishni sovuqida bir bulbul tursiksiz qolib o'tiribdi. O'sha bulbulning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. O'sha bulbul sizni oshtangiz bo'lgandachi. Ha? Kimni bu tursiga? Kimni? Paydo bo'lishga ham ulgurmagan go'daklarni suvga oqizgan san aybdormi? Yo seni majbur qilgan men aybdormi? Ayb sandami? Ayb mendami? Endi yor.